Kechasi tez-tez uyg'onasizmi? Prostata bezi sizni bezovta qilyaptimi? Prostamix 14 ta tabiiy giyohdan tayyorlangan kapsulalar prostatit, jinsiy zaiflik va adenomaga qarshi kuchli vosita. Bir hafta ichida siz natijani his qilasiz. Minglab erkaklar Prostamixni tanladi. Sizchi? Bugunning o'zida buyurtma bering va 50% chegirmani faollashtiring. Kafolati bor. Natija bo'lmasa pulingiz qaytariladi. 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bog'laning va buyurtma bering. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Reuters agentligining xabar berishicha 20-may kuni harbiy alyans bosh kotibi Mark Rutte Rossiyaga va Belarus respublikasiga tahdid yo'llagan. Mark Ruttening aytishicha, NATOda Moskvani Belarus hududi orqali Ukrainaga yadro zarbasi berishi bilan bog'liq razvedka ma'lumotlari bor va agar shu ssenariy sodir bo'lsa, u holda NATOning Rossiya va Belarus respublikasiga javobi o'ta vayronkor ko'rinish kasb etadi. Ruttening aytishicha, NATO Rossiyani Belarus hududidagi mashg'ulotlarni kuzatmoqda va vaziyatni nazorat qilmoqda. Shu boisdan Moskva bu qadamni dahshatli asoratlar bilan yakun topishini unutmasligi kerak. Eshitmaganlar uchun eslatma. NATO bosh kotibi Mark Rutte Rossiyani yangi harbiy amaliyotini nazarda tutmoqda. Endi fakt. Sal oldinroq Rossiya Mudofaa vazirligi Rossiya armiyasini 19-21 may kunlari yadroviy kuchlarni jangga tayyorlash va ularni qo'llash mashg'ulotlarini boshlashini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, mashg'ulotlarda Belarus hududida joylashtirilgan yadroviy qurolni tayyorlash va qo'llash masalalari ishlab chiqilishi, uzoq masofali aviatsiya, shuningdek Shimoliy va Tinch okeani floti bilan birgalikda Leningrad va markaziy harbiy okruglar kuchlarini bir qismi jalb etilish haqida ham axborot berilgan. Mashg'ulotlarda 200 dan ortiq raketa uchirish qurilmasi, 140 dan ziyod uchish apparati, 73 ta kema va 13 ta suvosti kemasi ishtirok etmoqda. NATO esa bu mashg'ulotlarni Ukrainaga zarbadan oldingi tayyorgarlik deb baholamoqda. Endi Qo'shma Shtatlarni Kubaga qarshi boshlayotgan yangi operatsiyasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Qo'shma Shtatlar Adliya vazirligining ma'lumotiga ko'ra, Kubaning sobiq prezidenti Raul Castroga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qo'yilgan ayblovlar bo'yicha unga o'lim jazosi yoki umrbod qamoq tahdid qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Washington 94 yoshli sobiq Kuba prezidentini 1996-yilda Florida bo'g'ozi ustida urib tushirilgan samolyotlar hodisasiga aloqador deb hisoblamoqda. O'sha voqeada amerikaliklar halok bo'lgan. Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel esa X ijtimoiy tarmog'idagi bayonotida Raul Castroga qarshi ayblovlar hech qanday huquqiy asosga ega emasligini va ularning maqsadi Kubaga qarshi o'ylamasdan qilingan harbiy agressiyani oqlash ekanini yozgan. Uning so'zlariga ko'ra, Kuba 1996-yilda terrorchilar tomonidan havo hududi bir necha bor xavfli tarzda buzilganidan keyin o'z hududiy suvlari doirasida qonuniy o'zini himoya qilish chorasini ko'rgan. Shuningdek, o'sha paytda Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati bu haqda ogohlantirilganini ta'kidlagan. Avvalroq New York Times nashri Amerika Qo'shma Shtatlari Kubada Venezuela ssenariysidan foydalanib sobiq prezidentni qo'lga olishi mumkinligi haqida yozgan. Qiziq tomoni shundaki, Washington tomonidan Raul Castroga qarshi ayblov e'lon qilinishi fonida Qo'shma Shtatlar dengiz kuchlarini samolyot tashuvchi kemalardan iborat zarbdor guruhi 20-may kuni Karib dengiziga kirgan. Ushbu guruh tarkibida Nimitz, Gridley va Patuxent kemalari bor inobatga olinsa, Washington Kubaga qarshi harbiy operatsiya boshlashni rejalashtirganini tushunish qiyin emas. Bu esa Donald Trampning bayonotiga zid harakat sanaladi. Eslatib o'tamiz, 20-may kuni Tramp o'zini Oq uydagi bayonotida Kuba bilan keskinlashuv bo'lmasligini va'da bergan. Endi Zelenskiyga qarshi boshlanayotgan sud ish haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting. Strana agentligining xabariga ko'ra, Zelenskiyning sobiq hamtovog'i Timur Mindich Vladimir Zelenskiyga qarshi sudga da'vo arizasi kiritgan.
Stranaga ko'ra, Kvartal 95 studiyasining sobiq asoschisi bo'lgan ukrainalik tadbirkor Zelenskiyni unga qarshi sanksiyalar joriy etish haqidagi farmonini noqonuniy deb topishni talab qilmoqda. Strana nashrida tadbirkor Timur Mindich do'sti Vladimir Zelenskiyga qarshi da'vo arizasi berib, prezident farmonini bekor qilishga urinmoqda deyilgan. Ish materiallariga ko'ra, da'vo arizasi 14-may sanasi bilan ro'yxatga olingan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Timur Mindich Isroilda yashamoqda. Xabari yo'qlar uchun eslatma: Ukraina Milliy antikorrupsion byurosi Timur Mindichni energetika sohasida jinoiy faoliyat yuritgani haqidagi faktlarni aniqlaganini ma'lum qilgan. Keyin esa tintuv jarayonida uni uyidan sof oltindan quyilgan unitaz topilgan. 2025-yil 13-noyabr kuni Vladimir Zelenskiy Timur Mindichga qarshi shaxsiy sanksiyalar joriy etish haqidagi farmonni imzolagan. Xullas, Kiyevda yangi shov-shuvli mojaro boshlanish arafasida. Sababi Mindich agar sanksiya bekor qilinmasa, pullarni bir o'zi yemaganini oshkor qilishi mumkin. Bu gapga esa tushungan tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.